bakayım. Sonra ikitamiz ha. Saçım normal mi? Yes. It's working. Kinda looking hot today. Be careful when you sleep. Don't open your mouth. I will. You want that shit, don't you? It's warm and very soft. My dick, yeah. Right? You know. he knows. But you can get it hard, though. Well, no wonder why. No Yeah, wonder he's why. gay. He's gay, that's why. No, I'm not gay. I just like men. That's what you want. I just like men. Sağ cross seviyere otur. Görünüyor mu cross? Aman yok. No. So, bilet. Basın. Bak, Basın. basın. Ale. Vay be. Oh. Mamında. O açık kaldı neyse antenan çıkmıyordu. İsmail'in. Mening qanotimni tayinda qo'rqma. Men ishlatib o'tiribman bu yerda. Ko'chada turibman. Endi kameralarni hozir yakdi jon. Alright. Yaz. 99'lık 135 99 hadi tabii. Tabii çıkar bellaram podcast atışta razı olasın deydi. Да. Ya Allah hadisan kameralar aslındasın. Salom yo'llaymiz. Eğer uyingizdagilarga salom yo'llamoqchi bo'lsang git bemalol. Love you. Reklama. Onamni yaxshi ko'raman Yuzming so'm, deyman. Bak. Yuzming so'm. Atigi. Mikrofon yaqin. Sure. We got it. Yandimi? So yeah, 1, 2, 3. go. Go. Well, hello again. Hello everyone. So it is our new episode, which is Mamun podcast. As you can see, right? We sometimes call it Mamun Talk. Well, it's our new episode after 9 months of time. 9 months of time, I guess. It's been 1 year almost. It was on December, whatever day. So today we have new place. As you can see, we are in lovely place, Mamun University. Yep, you know what I mean. So and we have friends here, new friends, new guys. Behruz here, our friends. Hello everyone. Here with us, Hakim also, and our old guy, my friend is Ismail. And I guess you can see that I'm also here, which is Humayun. That's Humayun, you can call me. Well, what we gonna talk about today? Bugün nima haqida gapiramiz? Nima haqida gapiramiz? Our hot topic is society. Hot dog or topic? Hot topic. Alright then. Well, this is our topic. As you I can didn't see. write that. That's Well, I their did. writing. I did it, right? Society, jamiyat. Bugun biz yoshlar jamiyati haqida gaplashishimiz mumkin. Bizani O'zbekiston yoki Xorazm viloyatida bo'lib turgan voqealar Yoki chet el voqealarini yoki chet el voqealari biza shu haqida gaplashish uchun bu freestyle topic bugun freestyle bizda podcast bizda bugun yana yordamchi topiklarimiz bor. Shular haqida bugun gaplashamiz. Okay. Unda boshlasak. Biza hammamiz Mamun universitetida 2-kurs, 1-kurs talabalarimiz. Oramizda 1-kurslar ham bor, 2-kurslar ham bor. Bizani ham hammamiz bir joyda yig'ilgan bu Mamun universiteti yoki universitetda. Fikrimga qo'shilasizmi agar aytsam, universitet bu maktabdan keyingi birinchi joy, jamiyat hosil bo'lgan joy. Doğru qo'shiladi. Jamiyat yaratilgan joy. Qisman qo'shilaman. Well, aytchagimda u jamiyat quriladi odamlardan iborat, to'g'rimi? Qiynalgandan keyin. Qiynalgandan keyin. Lekin jamiyat qachon qiynaladi? Agar bir maqsad aslida qiynaladi deb o'ylayman. Agar 3-4 odamda bitta maqsad bo'lsa, ularni birga qiynalash oson, bir-birini ergashsa oson deb o'ylayman. What do you think about it, guys? Like We even had a discussion about it if you remember. yeah, in our house, I guess, right? Flat. I would call it, sure. So, what do you think about it? Is it really a good place for us to have a moment, to have atmosphere? Yes, it's very atmospheric and wholesome place. Wholesome place, you call it. Yes. Like it's a place where everyone is welcome if they have a purpose to study, right? Agar ularda
o'qishga bo'lgan niyat bo'lsa Maksat. yoki o'sishga bo'lgan niyat bo'lsa, bu joy hammani kutmoqda. To'g'rimi? Shu narsa o'zi rostdan ham universitet hozir hayotimizda eng global roldami? Global rolni biz uni shundan qo'yib qo'yamiz, ya'ni global rollar. Bizda listimiz bor, masalan, hayotimizdagi rollar, hayotimizdagi eng global joylar. Shu rolda universitetning chanchonda turishi mumkin. Nima bo'lyapsiz? Hozirgi davrda men o'zim uchun gap bilan bo'lsam, birinchi o'rinda shunday ne beri adaptatsiya etishim kerak edi, o'rganishim kerak degandan yaqinda kelganim uchun men uchun. Well, so far, did you like the place? Yes, I did. What's the reason for that? Or why would you say that? Well, some several personal reasons. Several personal reasons I wouldn't like to talk about, but I would share it privately. Yeah, I know what you're talking about. Are you right? What? I know that. Bizden cemiyetimiz o'rnini nechik universitetni? Nima bo'lasiz? Cemiyet uchun eng kerakli narsalardan birisi universitet. Bosqichlardan birisi. Eğer universitet cemiyeti en yaxshi sara liderlarni yetkazib beradigan bir tashkilot desam ham bo'ladi. Well, joy liderlarni yetkazib beradigan. Faqat biz lider ishlab chiqaramizmi yoki lider yaratamizmi? Universitet Liderni yaratamiz. Ishlab chiqaramiz. liderni yaratamiz. Yaratamiz. Liderlarni emas. Xo'p. Vertikalda bo'lsa lider erishadigan yaratilgan lider. Chunki Doğru hamma lider ergashtirilishi. bo'lib bilmaydi. Xo'p, demak universitet degan atamaga yoki so'zga nima bersak? Universitet shunda bizlara bilim beradigan joy, bizani yaratadigan joy, bizani yo'l ko'rsatadigan tipa narvonmi? Birintiga chiqishimiz uchun bo'lishi mumkinmi? Agar bilsangizlar konstant gapi bor. Konstant aytadiki, bizani jamiyatimizda hozirgi O'zbekistonda universitet o'qishga kirish bu uchish uchun eng oson parvoz narsa aeroporti deb aytadi konstant. Ya'ni bu gap bilan nima olacak? Chunki bizda faqatgina maktabdan keyin, ya'ni 11 yil maktabdan keyin o'qish. Agar o'qishni tamomlab, to есть bir yil ishga kirib bilsang, sen demak baqoramsan. Shu narsa bizda bormi? Bor o'zi. Nechun bu halam bizdagi global rol. Ya'ni universitetsiz ham ishlab yurganlar yoki o'zini maqsadini erishganlar bor, uch olganlar bor, konsul aytishi bo'yicha. Uni aytilishi bo'yicha. Biz shunaqa nima bo'lamiz? Uch olish. Ismoil, siz nima bo'lasiz? Qo'shinda ko'rganlar. Inida? Da. Xo'p, biz inimizda kimni ko'ramiz? Yanimizda ko'p vaqtni shuni ko'ramiz. Universitetda o'qigan, o'qimishli odamlarni ko'ramiz. O'qimishli odamlar. Da. Xo'p, lekin rostdan shunimi? Bizlar uchun hozirgi zamonda universitet yagona o'rinmi? Ya'ni yagona limitmi? Bizlar o'sishimiz mumkin bo'lgan. Yo'q, uning demagan faqat narsa omad ham qaraydi agar tam o'sish narsa bo'lsa, yana maqsad ne bo'lsa, boshqa bo'lsa, Omad ham bog'liq emas, odamning o'zini bog'liq. Agar o'sishni xohlagan odam xohlagan yerni o'sib ketib biladi, o'zida xohish va istak bo'lishi kerak-da, o'sish uchun. Birinchi intiluvchanlik bo'lishi kerak. Ham mana bu ichida bir narsa yanib turgan bo'lishi kerak. Men o'zimni kuzatib bilaman, men uchib bilaman degan ovoz bo'lishi ichida odamning. Keyin universitet yoki boshqa narsalar shu omil bo'lib qoladi o'sish uchun, uchish uchun. sen yana planga qaytib qo'yadirsan, to'g'ri edi, o'zingda ishonch bo'lishi kerak, bir etaman degan bo'lishi kerak, to'g'ri o'zingda. Lekin o'sha boshlagan ishing ham aytaylik, lekin o'sha yerda bir joyda o'xshamay qoldi, delik o'sha yerda omading kelmay qoldi. Keyin o'da emas qaytib ketadi, keyin sen hafsalang bir bo'ladimi? Bir disappointed bo'lmaysan. Ko'rishda Xo'p, biz kerak. hozir kostyum haqida gaplashamiz aynan. Kostyumga aytib Biz universitetda rivojlanishmi? umuman rivojlanish gaplab turibmiz hozir jamiyatda. Xo'p, rostdan biza universitetni hozir yangi kitobga qaytarilgan-ku. Xo'p. Ina biz maktabni bitirdik. 18-19-20 yoshdagi bolalarimiz, da. Hozir holatimiz biz universitetda o'qib, diplom olib, kostyum ishga kirishni. Shuni emasmi? O'zlarimizga loyiq ishga kirish. Xo'p, birinchi shunga kelib, maqsadimiz shumi bizdan? Hop. Siz maqsadingiz nima? Aynan sen aytadigan narsang, universitetga kirsang, aynan maqsading nima? Men birinchi maqsadim o'sha anglizkimni yaxshilab olishadi, to'g'risini olganda. IELTS solish, sefer narsa bo'yicha yaxshilab olishadi. O'shda anglizga boshdan qiziqqanman shu. Hozircha shu. Xo'p. Men ham shu ingliz tilini rivojlantirish, keyinchalik faoliyatimni misol boshqa davlatlarda misol borish, sayohat qilish, shuning uchun kerak. Ingliz tili birinchi o'rinda, keyin o'zimni boshqa tomondan sinab ko'rish uchun. Masalan, Misol, men o'zim boshqa rayondan bo'lsam, o'zimni boshqa nuqta solib ko'rish uchun kelganman bu birinchi o'rinda. Hayotimni bir qaysidir narsani o'zgartirish uchun paytini.
Universitet Universitet shunga yordam beradi. yordam berib biladi, to'g'rimi? Biladi. Xo'p, san uchun bu narsa komfort, muhim. Xo'p, Ismoiljon, Men tushunaman shu narsani. ya'ni aynan nima? Masalan, o'rganishim uchun men podkursga borsam bo'ladi. Bu yerda ko'rish uchun keldim. Odamning kichik maqsadi bor. Tengdoshlarimni, kattalardan, kichiklardan. Shulardan o'rganish uchun keldim. Xo'p, o'z gapingiz bo'ldimi? No. Yeah, you got it, right? Yeah. Well, yani biz az bilib oldik, maqsadimizni olib kelishdan. Personal narsadan bo'lsam, meni maqsadim bo'lmagan. Faqat men shu as you know, I've been to some places right abroad. Then I just need to find a place where I can talk easily in my own lovely language, the favorite language, which is English language, right? I try to talk in this language lots of times. Like it doesn't matter the place, doesn't matter the time, doesn't matter the weather, whatever it is, right? And then they told me like you gotta get into university, or else. You know, Who told you that? My friends and my parents, because I was depressed. I was actually depressed, just because men üniversiteye girilmaganim, bera girmaganman üniversiteye. Shu maktab bitirgan vaqtda, 3 yil avval maktab bitirgan vaqtda yetganman Shon tarafa. O chet elga yetgandan keyin onda o'qidim 2 yil, voqealarni ko'rdim. Keyin bera keldim-ku, nodir bo'ldim, bera keldim. Faqat men yurmadim. Depression and stress bo'lib bo'lgani mendan ishataman endi. Men o'sha 19 yoshdaman, ishatishim kerak hayotda. Pulim bayramda, ota-onam sog'aman, normalniy, hammasi ishda yuribman yoki nimadir. Lekin men proses yo'q hayotimda. Ish boradi, lekin bu proses bo'lib bilmadi menga. Menga o'sish uchun nodir o'zimni ko'rsatib berish uchun, egomni doydirish uchun joy kerak. And as you know, I have ego. Everyone has We ego. all right? do. We all do. And it is in the first place for me. Bu ego masalan birinchi o'rinda turadi men uchun, bo'lishi mumkin. Ashni doydirish uchun ham universitetga kelib o'zingga potensialni ko'rsatish men uchun muhim bo'lgan. Universitetga kelib o'zimni ko'rsatish va ko'proq narsani ko'rish, o'rganish. Tajriba orttirishmi? Yo'q, No. solishtirish. Compare. Yes. Mana Koreyadagi universitet bilan bu yerdagi universitetni solishtirishadi. Atmosfera miqdoridan, atmosfera tarafidan mana bir komfortliroq tuyuldi. Just because bu yerda ko'pchilik o'zbeklar trying harakat tutdilar boshqalarga chiqish uchun. Ondan keyin hamma koreys ondan bana keldilar, уже level'da badamlar, to'g'rimi? Да. Ular inglizini уже biladi, ular boshqa narsa o'qimagan. Berasa ular noldan kelishi mumkin. Kelib просто ingliz tilida so'zlashib, yo'nalishtirishi mumkin. Men shuni amalga topdim, faqatgina ingliz tilida gaplashib, просто yurish. Daily life просто ingliz tilida iborat. Shuning uchun men shu bilan yoqdi. To есть men bunda emasga, men bilan kelgan odamlarga gap, ularning potensialiga gap. Ularga kelgan damlarga gap, professorlarga gap. Ular motivatsiya berishi mumkinmi? Yo'q, motivatsiya emasga. Ular doğru yo'lni achishi mumkin, sen achishi mumkin, sen doğru yo'lda emassan, bu yo'lni tanlasang normal bo'ladi. Deb achishi mumkin. Sen tekshirib ko'rasan, men tekshirib ko'raman, shuni tanlab ko'raman, bu yo'lda o'xshasa, bilaman o'sha, men professorlari, menga tutki, o'sha yo'lda, u to'g'ri chiqibdi. Aynan shuning uchun ham men shu narsada yordam berganman, bir yilda. Hozir ikkinchi kursimiz, пока что hammasi shu yerda ketmoqda. Demak, biz bilib oldik. Qo'yib oldikmi shundami universitetni, jamiyatdagi o'rnini? Да. Bizlara Boshlab normal vazifasini bajarib beradigan просто vosita, to'g'rimi? Biz ham uni birinchi o'rindan qo'yishimiz qaysi nuqtada to'g'ri, qaysi tarafdan to'g'ri, qaysi tarafda qo'yishimiz mumkin emas. Qisman diyeceksin. Da, qisman qo'yishimiz mumkin, qisman yo'q. Ko'rsatasan bu gapni shunda? Narvonning bir zinapoyasi. Yes. Lekin kalan zinapoyalar ham boy yuqorida. Da. Shu tema. Demak, uni haqida bilib oldik, to'g'rimi? Society, right? Right. Jamiyat. Bizani O'zbekiston jamiyatimizda yoki davlat xodimi haqida gapirsak, bizani jamiyatimizda hozir asosiy birlashib turadigan maqsadimiz bor. O'ylab qarasak, har bir dunyo bo'yicha har bir xalqda, masalan, Yaponiya xalqi, Koreya xalqi, bular xalqda o'zini birinchi maqsadi bor. Bu yaxshilik, baxtli hayot yashash. Koreyada baxtli hayot yashash, zo'r yashash. Просто Yaponiyada tinch yashash,
hammaning gözüne baxtli ko'rinish, ularning maqsadi ko'p. Birlashish, demokratiya bu maqsadi. Shuning uchun hamma bir odam uchun, butun Yaponiya xalqi uchun. Hop, bizning Xorazmga qaytadan bo'lsak, обратно. Bizda jamiyat nechik urg'u beradi yoki nechik ko'rsatiladi bizlara. Bizlar nechik o'ylaymiz? Вообще-то O'zbekistonda hozirgi yoshlar jamiyatini, biz 20 yoshdammizlik, 20 dan pastdalik, to'g'rimi? Nechik o'rindamiz? Bizda eng muhimi o'ylaymanki, o'zini ko'rsatish berdanning ko'z ko'rsatishi deb o'ylayman. Asosiy to'g'ri, hozir ko'pchilik qarshi chiqishi mumkin, lekin asosiy naberda o'zini ko'rsatish bo'lib qoldi. Xorazm o'zidan gaplasam, ko'pchilik kuzatgan bo'lsam, o'shunday deb o'ylayman. O'zini ko'rsatib bo'lib qoldi. То есть, aynan bizning yoshda shunday deysan, to'g'rimi? Yo'q, bizda kattalar emas, hozir biz ko'rdik. Yaxshi o'zlarimizdan Biz hozir ko'rdikmiz, to'g'rimi? Bizning yoshlarda muhim narsa nima bo'lib qoldi hozir jamiyatimizda? Nechik? Nima bizda muhim? Men 20 yoshdaman, men ikkinchi kurs talabasiman. Men oldimdagi maqsadim nima hozir bizning jamiyatda? Ko'pchilik Siz o'xshaganlarni moddiyatga boqadi. Moddiyat. Buna az taqalam, buna boramiz. Nima deysiz? Ya'ni menga o'xshagan odamlar? Yo'q, menga o'xshagan yoshdagilar. Menga o'xshagan odamlar emas. Yoshdagi jamiyat. Hozir 20 yoshli, xo'p, Xiva shahridan hozir, Xiva shahridagi hozir shaharda yurgan ikkinchi kurs talabasi dalik, Liboy ikkinchi kurs talabasi. Beksal, Sardor, kim bo'lsam. Vot, ashuni hozir nima xayolda, nima o'qsintiradi hozir bizning jamiyatdagi bolani. Bizning yoshimizdagi bolani. Nima o'ylantiradi, oldindagi maqsadi nima bo'ladi? Shuni haqida o'ylab ko'ramizlar? Nima bo'lasizlar? Balki o'z joyini topishdir jamiyatda. Jamiyat o'z joyini topish. O'z joyini nima bo'lishi bolamiz? Endi o'zi qaratadi, biz emas. O'z qaratadi, lekin bizlarga joy ko'rsatilganmi? Bizning jamiyatda har vaqtida ota-onamiz tarafdan yoki universitet, mahalla, ana bizda hozir mahalla bayi tashkiloti bir narsa urg'u tutku kimdir ham tomonidan. Shulardan bizlar urg'u qaratilib, bizlar nima yo'naltirib turibmiz? Ko'rsak, O'zbekistonda rivojlantiramiz deb yutibmiz, to'g'rimi? Lekin aslida nima u? Bizda kimdir yo'l ko'rsatib turibmi hozir? Is there anyone who is showing us to try this way or this way? This way. I don't think anyone is guiding us though. Yeah, bro, it's all like Yeah. take the doctor's place. It's In Uzbek always language, yeah. In Uzbek language. taking everyone's place. Buni no? joyini al. Yeah. Bu palankasi bor ekan, buni joyini ol. Palankasi bor, ishini o'qishni bitirasan, palankasi joyini joylashasan. O'qishni bitirasan, doktorning yoniga borasan. Palankasiga shayx bo'lasan. Yeah. Bizda faqatgina kimnidir o'rnina qo'yilish yoki kimnidir yoniga borishdan shayx bo'lish yoki kimnidir donish qilishga borib ishlash bor. Bu yo'l ko'rsatishmi yo просто tak birovni joyini berishmi? Bu prosta solishtirish menimcha. Solishtirish? Solishtirish. Tashlamas. Birovni joyini berish. Birov masalan Böyle sen ko'ringan ishda masalan ko'ringan success ozgina bor, shunga ilini baza qilamiz. O'zlari yaratmaydi. Doğru. Xo'p, bizda yaratuvchilar, boshdan qaytadi. Xo'p, so no one is guiding us, right? Right. Are they supposed to? I guess they are supposed to, right? Right. They Our should. society is supposed to guide us. For some degree. Since they're demanding us something from us, right? Ya'ni bizani jamiyat bizlarga yo'l ko'rsatishi burchidalik, yo'l ko'rsatish bizlarga burchi. Qo'pollar aytib aytgan bo'lsak, majbur mening qaramda. Majbur. Chunki desak, bandagi katta jamiyatdagi odamlar yoki qorni kattalar, galstuk taqqan qorni kattalar desak, ular nima deydi? Ular bizdan kutyapti-ku. O'zbekistonda rivojlantiramiz. Chiqinglar, chet elga tinglar, kelinglar, ko'rsatinglar o'zlaringiz. Faqat o'zini ko'rsatish, faqat lider bo'lish bo'lib qoldi. Faqat galstuk taqib, tipa VIP bo'lib yoki nodir mashina egasi bo'lib, qaysidir mansabning egasi bo'lish bo'lib qoldi. Men o'yim shundan, bizlar aynan qaysidir kasbni zo'r ishladan odamlar yaxshiliklar. Yoki aynan qaysidir kasb ushladan shundan keyin ko'p foyda kelsin. Odamlar ko'p immuniy texnikalar o'ylab top. Yoki IT bo'yicha gitdan odamlar jamiyatga ko'proq foydasi bo'lgan narsa o'ylab top. degan narsalar bo'lib turadi yo'q hozir. Prosta o'qi, eng zo'ri bo'l. Eng zo'r bo'lmasa ne? Pastakanda javobmi? Yo'q, kechirasiz, pastakcha keting. Shuni. Xo'p. Ma'lum o'zi bizda to есть bu narsani o'ylasha shans yo'q. So'rasha narsamiz, bizning namiz yo'q. Haqqimiz yo'q bular uchun. Bizlar jamiyatdan yoki
halkımızdan, yo'q, xalqimiz emas, xalq biza qo'ydilar. Özlemiz. Devletimizden so'raydigan narsalar ko'p, lekin bu haqida biza tilashga kuchimiz yo'q. Chunki O'zbekistonda so'z erkinligi bor, lekin so'zdan keyin erkinlik yo'q. Emme gaya. Yeah, that's Hepsini right. kartaya ketamiz. Yeah. If it's our last episode and you never see us again, just know You know that, why. Just know Yeah. that. Now, whatever. then we'll put the card in, like, Freedom of speech is just a alright. Yeah. Shunda bildik, что universitetning jamiyatdagi o'rni, keyin jamiyatga tushsak, jamiyatda hozir bizdan yaxshiroq o'rin ko'rsatib turgani yo'q, kamchiliklar вообще ko'p, to'g'rimi? Ko'p. Oddiy narsalar ko'p. Haq huquq o'rgatib turgani yo'q. Yoki aytsangiz mumkin, haq huquq o'zlari ishlab tutish yoki nonni talab etish o'rgatib turibdi, lekin uni yechim bo'libmi? Yo'q. Aktivist chiqishi mumkin, men aktivist bo'lishim mumkin ertang. Qaysidir odamga men shatib sochimni qo'yishim, shatib kiyim kiyishim yoki shatib meni narsa osishim yoqmasligi mumkindan. Bo'pti, bola sabab bo'lsin deyishi mumkin. Shuning uchun biza Kayıt tutmaydılar. qaytib natmadilar. Hozir men yo'qada narsam yo'q, chunki oilam yo'q. Bizda aqlli insonlar, kuchli insonlar ko'p. Kelasi ishlaydigan, huquqni biladigan, ko'p narsaga kelasi chiqishadigan bilimli insonlar ko'p. radardan pastda. Lekin ular chiqmaydi. Chunki ularning oilasi bor, ota-onasi bor, bolasi bor, ishi bor. Ishini ajratsa, Hayoti bor. Hayoti bor. Agar ularni oldindan chiqsa, davlatga qarshi chiqsa, bilamiz ular nima bo'ladi. Well, No. yes, that's what I'm talking about, right? Mesela şu da muhtar. Bizlar ham Risk aldık mı dünden? Risk aldık mı Wait. Yes, it can be. I mean, we're young, we haven't done anything, so it's okay. Right. Yeah. Yana haqida gapirishimiz mumkin. Yana so'zlashtirdik bir temani. Hozir bizda bo'lib turgan eng katta social mediani relationshiplarga bo'lgan effekti, Tesiri. ta'siri, Impact. Impact, right? Keyin ondan keyin bir tema var adı. Well, disabled people. Poverty. Yeah, poverty. We'll get back into it. Nima bo'lsa hozir? Social media. Bizda female, nima bor? Female side, female gender, Women. women, right? Girls. Aday, bizani yosh vaqtimizdagidan hozir o'zgarish bormi? Nova, aytaman. Yosh vaqtimizdan chiqadi. Biz yosh vaqtda bola bo'lganmiz-ku, ko'pchilikni ko'rmaymiz bo'lib, lekin shundan kelib ishlagan. Hozir esa impactni aynan o'g'il bolalar ham, faqat qizlar emas bu yerda. O'g'il bolalar ham, qizlar ham, ular отношениyaga kirishishi yoki girlfriend boyfriend bo'lishi, yoki ular do'stona aloqa qilishida social medianing impacti bormi? Bor. U yaxshi или yomon? Köpüntü selbi. Salbiy Давайте taraflar bunda yo'q. yomonlik birinchi gapiramiz. Necha salbiy taraflari bo'lishi mumkin? Using women like a Object. toy, an object. Objectify them, sexualize them. Yeah. You think so? Yeah. You're bold one, right? Well, since we're speaking, I mean, Yeah. Well, you know what? maybe I just need to. Alright. Go ahead. Well, you didn't talk about it. Like what's bad impact, bad affection on the relationship? Nechi put the relationship? Hozir bizdan jamiyatda nova üstüne kuruldu the relationship. Lust, Maddi taraflarını pull. lust, benefits, finance, attention, kindness. Love, Love. is dead. Love is dead. Or Like it's like finance, look, attention. attention, kindness, Lust. lust, Power. love, And just having a fun time. Or that's all. entertaining, right? Right. This part is entertaining and there is love at the end of the list. Yani o'sha bizdagi odamning bo'lgan odamning bir-biriga ishonchi emas, yoki bir-biridan bo'lgan sevgisi yoki bir-biridan bo'lgan o'rganib qolish hissiyoti emas. Bo'lgani O'zini manfaati. odamdan manfaat bormi? Men hozir gaplashaman yoki ishonaman bunga, lekin bundan manfaat bormi? Foyda bo'lishi mumkinmi yoki Sebep yani. yoki mana bu qayg'urar, men haqimda o'ylar, men turib boshimga ish tushsa galar yoki yordam berar. Oxirida love. Bu qolgan nima? Da Bu yomon narsami yoki yaxshi narsami? Salbiy. Chunki agar biza hozir aytdik-ku hamma
Yevropaning hayotidagi g'arb qarashlar, g'arb propagandasi deydilar, gap tutdi bizlar doğru social media Evet. tarqaldi. Ot уже hammani yuzuna qarashi, giyinishi, o'zini tutishi o'zgardi. Bizning generation, right? Lekin bu feodalda turibdilar-ku bizlar. To'g'rimi? Da, madaniyat, o'zimizni urf-odatlar boshqa. Lekin bizlarni yosh avlod, bizlar yosh avlod emas, yosh generation bizlar aka tutku western nani society-ni. Bizlar Culture. demak western culture, that's what I was talking about. Lekin bizlarga gap turgan narsa foydali bo'lishi kerak emasmi? Hamma narsa g'arbdan olgan narsalarimiz. Adam o'zine kerakini aladi, adam o'zine kerakini ko'rsatadi. Xo'p, demak yaxshi emasmi manfaat bilan gaplashish? Kimdandir manfaat uchun gaplashish. Abi doğru, lekin fakat manfaat bilan gaplasang unda tuyg'ular degan, chunki qadr qimmat ular nima qiladi? Qadr qimmat mana nima kerak agar seni puling bo'lsa? Qadr qimmating. Вот sen aşırı yerda aytib tursan, ana shu umuman isbotlab tursan, ana shu love umuman yo'qligini berdi, o'sha gaping bilan. Vot. Chunki уже bu narsa avvalgi soddalik yoki oddiylik yo'qolib boraturadi. Chunki odamlar qo'rqib qolgan. Odamlar bir va ko'r-ko'rona ishonishdan qo'rqib qolgan. Men sana ishonmayman, lekin yaqin saqlayman seni menga. То есть, dalik men ayakishni ko'ramiz. Seni u yaqin saqlaydi o'zini. Lekin sen ishonmagan holda, chunki hozir aldovchi odam ko'p, ishonib bo'lmaydi hech kim. Bu rivojlanib patron societyda. Chunki sendan manfaat va boshqasi bor. Qachondir agar yomon qilgan bo'lsang, просто unda sevgi yo'q. Уже Uzoqlashadi. Da. Sirlar. Bu yaxshi variant emasmi? Yo'q. Nechun? Ko'rgan ishonib ko'rarsan bunda? Yo'q. Men просто hozir bizlarga ko'rib turgan qizlarning ichida bu savol bo'ladigan bo'lsa, ya'ni that's what I was talking about. Shu narsadan ular shu ishni aytadigan bo'lsa, qayta foydali deb aytsalar, rasman foydali bo'lishi mumkin-ku. Ya'ni ular ko'rgan ishni qilishi mumkin-ku o'g'illar. Hozirgi zamondagi erkak kishi. Hozirgi zamondagi faqat qiz bilan foyda qidiradigan erkak kishi. Ayrim, aynan hamma emas.